Norinda yangi investitsiya loyihasi gazli va gazsiz suv ishlab chiqariladi. Norin tumanining Uchtepa mahallasida Do'stlik forvardi mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yangi loyiha amalga oshirilmoqda. Bu yerda gazli va gazsiz ichimlik suv ishlab chiqarish korxonasi qurilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 2 million AQSh dollarini tashkil etadi. Loyihaning birinchi bosqichida 50 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Korxona to'liq ishga tushgach esa 110 nafar aholi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Mazkur loyiha ichimlik suvi ishlab chiqarishni kengaytiradi. Shuningdek, aholi bandligini oshirish va mahalliy iqtisodiyot rivojiga ham katta hissa qo'shadi. Loyiha doirasida Uchtepa bulog'i ziyoratgohi ham qayta quriladi. Bu esa hududda turizm va ekoturizm rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Yangi suv korxonasi va buloq hududida sayyohlar hamda mahalliy aholi uchun zamonaviy va qulay sharoitlar yaratilishi rejalashtirilgan. Norindagi yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.